Shida, mana yomg'ir mashinani shamol uchirib ketadi deyapti. Vakuum bo'lyaptimi yo shamol? Mana tezlashtiringmi? Okey. Mana. O'ta qattiq yomg'ir yog'yapti bizda, o'rtoqlar. O'ta qattiq. Cheres nimaga bo'lyapti? Mana bu to'siqlar nimaga qilingan mana shu to'siqlar akasi? Salomat bo'lasiz, sharmanda bo'lasiz hamma. Bu yo'qlari yashash turar joylar bu yo'qlar. Mashinaning shovqini chiqmasligi uchun shunaqa to'silgan. Bu mana bu HP dan keyin bu oyna va devorlarda temirlar ichida ovoz yutadigan maxsus qoplamalar bilan kinozallarda bo'ladi-yu, stiklovatlar ham ishlatishadi. Kinozallarda haligi ovoz yutadigan materiallarni ham ishlatishadi. Tashqariga chiqyapmiz. Tashqariga chiqqandan keyin ham shunaqa to'siqlar bor, mana. Bosh to'liq ovoz yopadi. Devorning nari tarafidagi yashash turar joylariga shovqin chiqmaydi. Demak, bu tarafda yo'q mana, lekin bu tarafda yashash joylari bor. Bunga mana bu tarafda mana yo'q. Turar joy emas bu. Lekin bu tarafga qilingan, bunday qilib bu tarafda yashash joyi yana bor. O'zi bilan tugadi. Mana bu yog'i apati maxsus to'siq. To'siq bitta bir 10 metr chiqsa kerak. Bu chakana-bakana pulga tushmagan. Bu to'siqdan mana shuni apatini qurib sotganlar majburiyatini olib to'sgan shuni. Bo'lmasa uxlab bo'lmaydi bu yerda. Mana mashinalar o'tib bersa, mana uxlolmaydi. Apat tugadi, to'siq ham tugadi.